motivatsiya olish uchun disiplina bo'lish kerak. Motivatsiya olish degan bilan mayli 5 daqiqa ichida motivatsiya bo'lib qoldi, paqilib borib ishladingiz, отжимание qildingiz, приседание qildingiz, trenirovka qildingiz, lekin yarim soat, 1 soatda yo'q bo'lib ketadigan narsa. Shuning uchun disiplina degan narsa bo'lish kerak. Men disiplina so'zini 3 oydan beri yodlayapman, ishonasizmi? Lekin bo'lmayapti. Chunki disiplina degan narsa o'zimda ham yo'q edi. Va hozir maksimal darajada qo'limdan kelganicha shu disiplinani nima deydi, oshiryapman. Shunaqa. Kelajak qanaqa kurash kerak deb motivatsiyalar va ertangi hayot uchun. Demak, kelajakni o'ylab. Odam bir maqsad qo'ydimi, o'shanga har doim plan qo'yib borish kerak, shu maqsadga erishish uchun o'sha planni har doim bajarish kerak. Misol, erinchoqlik qilmaslik kerak. Demak, maqsadga erishmaguncha tinmay harakat qilish kerak. Shu ota-onamiz biz uchun yaratilgan sharoitlar uchun bo'lishim deb o'ylayman. Faqat shu uchun. Ha, men uchun shunaqa. Siz shuncha. Shu kelajakdagi maqsadlarga qarab ota-ona Ishonchroq. Ishonchroq bo'lish.